Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına həmminglar xoş gəlibsizlər. Mən Riyasət İftixar Abdurşid. Bugün düşənbə. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Yaqında Amerika Dövlət Məclisinin Amerika-Xitay strategiyalik rəqabət fəvqəladə komitetidə içilgan bir isbat anlaşığında guvalıq bərgüçülər və komitet əzaları birdək Xitay Kompartiyasının dünyanın kəlgüsünü belgiləydiğən süni aql, bioximiya, kuantum texnikası qatarlıq yuqur texnikalarga ega bo'lishning intayin xatarlik bir ahvolligi. Chunki Amerika qatarlıq g'arb demokratik davlatlarda bundaq texnikalarning yomon niyat qo'llanishining oldini oladigan prinsiplar, qoida qonunlar bo'lgan bilan Xitoydek yolg'iz kishilik hokimiyat bilan boshqariladigan bir davlatda hokimiyatning qudratini cheklim qo'yg'ili bo'lmaydiganligini ta'kidlashdi. Bo'libmi ular buningga misol berganda Xitoy hukumatining Uyg'urlarning gen uchurlarini yig'ishi, Uyg'urlarning chiroyini farqlantirgan kamera texnikasini taraqqiy qildirish qatorliqlarni ko'p qatim misol qilib ko'rsatib, Xitoy Kompartiyasının ilg'or texnikalarni egilishining oldini olishning qanchalik muhimligini ta'kidlashgan. Yig'in riyosatchisi hamda bu favqulodda komitetning raisi Mike Gallagher apandi yig'inda Amerikaning fan texnikadagi ustunligini saqlab qolishning nima uchun muhimligini tushuntirganda, sobiq Sovet ittifoqi bilan Amerikaning sovuq munosabatlar urushini misol qilib ko'rsatgan. U 80-yillarning oxiriga kelganda Sovet ittifoqining zo'r ko'lamlik yadro qurollari va zo'r ko'lamlik armiyasi borligi, ammo Amerikaning shu chog'da ilg'or mikro o'zak texnikasi, jo'grafiyalik o'rin belgilash sistemasi, ya'ni GPS va radarda ko'rinmaslik qatorliq yangi texnikalarning yordamida sobiq Sovet ittifoqini yenganligini eslatgan. U Xitoy Kompartiyasining sobiq Sovet ittifoqining mana shu texnik jihatda ojiz qilgan xatoliklardan savoq qilib, hozir dunyodagi xalqliq texnikalarga hukmronlik qilishni bor kuchi bilan qo'g'lashayotganligini, buning uchun ularning chet el shirkatlarini texnikalarni berishga majburlash, tor hujumi, shirkat va ilmiy organlarga singib kirish, g'arazlik hamkorlik qatorliq vositalarni qo'llanib turib, Amerikaning texnikalarini o'g'irlashga va uni o'zining razil niyatlari uchun qo'llanishga urinayotganligini eskartgan. Yig'indagi guvohlik berguvchilarning biri Amerikadagi har xil yuqori fan texnik turlariga mablag' solg'uchi shirkat bo'lgan Lux Capitalning qurg'uvchilarining biri bo'lgan Josh Wolfe bo'lib, u yig'indagi so'zda Amerikaning yuqori fan texnik taraqqiyot turlariga silinadigan mablag'ni ko'paytirish lozimligini, bo'libmi biotexnikaga o'xshash muhim sohalarda Xitoyning oldiga o'tib ketishining muhimligini ta'kidladi. U buning sababini tushuntirganda mundaq misol bergan. Biotexnika intayin diqqat qilishga tegishli soha, chunki Xitoyning bu sohada axloqiy o'lchami va uni nazorat qilib turadigan apparatlari yo'q. Ammo bizda undaq emas. Bu yerdagi yana kishilik huquq masalasida farqimiz bor. Masalan, sizlar kelajak 1 yoki 2 yil ichida Alzheimer kasali yoki yashanganlar devanlik kasalining davosi chiqqanligini faraz qilib beqinglar. Hamma odam yaqinlarga ilishga aldirish mumkin. Biroq u dora millionlagan Uyg'urga sinoq qilinib yasalgan bo'lsa-chi. Buni bilgan vaqtimizda qanday qilamiz? Bu yerdagi axloq o'lcham nima bo'lishi kerak? Men shunga bizning raqobatimizning intayin muhimligiga ishonaman. Josh Wolfe apandi so'z davomida yana Uyg'urlarga hozir irqiy qirg'inchilik yurgizilayotganligini ta'kidlab, men o'zim bir Yahudi oilasidan kelib chiqqan. Men eng ko'p anglagan ikki so'z bo'lsa, aslo takrorlanmaydi dedi. Biroq bu hozir takrorlanmaydi. Biz u yerdagi kishilik huquq vaziyatiga o'xshash ko'ngil bilishimiz kerak va o'zimizning bu texnik soyamizga ko'p mablag' silib raqobat kuchimizni oshirishimiz kerak dedi. Josh Wolfe apandining so'zini yig'indagi majlis a'zolari qarshi oldi. Ular bu komitetning tunji isbot anglash yig'inini Uyg'urlarga yuz berayotganlarni anglash bilan boshlaganligini aytgan. Mazkur yig'inda guvohlik berguvchilar fikr takliflarida Amerikaning texnikadagi ustunligiga kafolatlik qilish uchun texnik sohasiga soldigan mablag'ni oshirish, Amerika shirkatlarining Xitoyga soldigan mablag'i va setayotgan mahsulotlarni nazorat qilishni kuchaytirish, mablag'ni Amerikaga qaytarib kelish, dunyoning har qaysi joylaridagi ixtisosliklarni Amerikaga jalb qilishni kuchaytirish qatorliq fikr takliflarini bergan. Komitet raisi Mike Gallagher apandi yig'inni tövəndiki so'zlar bilan oyoqlashtirdi. Agar biz Xitoy Kompartiyasining biz bilan bo'lgan texnik raqobatida bizni mag'lub qilishiga yo'l qo'ysak, ular bu texnikani razillik uchun qo'llandi. Bizning Amerikada va erkin dunyoda hech bo'lmaganda bundaq texnikalarning yaxshilik uchun ishlatilishiga kafolatlik qilish fursatimiz bor. Yaqindan buyon Xitoyning har qaysi sohalar bo'yicha O'rta Osiyo davlatlari bilan bo'lgan hamkorlik aloqalarining kuchayotganligi ma'lum. Bo'libmi Xitoy bilan O'rta Osiyo davlatlari rahbarlarining bu yil maydagi Xi'an uchrashishidan keyin Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishi bo'yicha O'rta Osiyo davlatlari bilan bo'lgan iqtisod hamkorligi va energiya jihatdagi import miqdori hassilab oshgan. Mana shunday bir vaziyatda Xitoyning o'zaro manfaat yetkazish supasi barpo qilish va rayonlararo o'rtaq taraqqiyotni ilgari surish shiori ostida Urumchida Xitoy O'rta Osiyo davlatlari iqlimiylik huquq hamkorligi bir yig'inini uyushtirishi diqqat qo'zg'amoqda. Shak shubhasizki, iqlimiylik huquqi g'arbdagi qonun orqali idora qilinadigan demokratik ellarda intayin sezgir muomala qilinadigan bir sohadir.
Halbuki yaqinqi 30 yildan buyon iqtisodiy jihatdan tezlikda taraqqiy qilib, dunyodagi 2-chi numurli iqtisodiy cho'ng gavdaga aylangan Xitoyning turli vositalarini qo'llanib, Amerika boshchiligidagi g'arb ellarining yuqori texnika va nozik sohalardagi aqliy mulklarni o'g'irlaganligi, buning natijasida g'arbning asrlar bo'yi badal to'lab qo'lga keltirgan fan texnika va aqliy jihatdagi taraqqiyot mevlaridan badalsiz foyda olganligi ma'lum bo'lmoqda. Amerika Federatsiya tekshirish idorasi, ya'ni FBI'ning 2020-yildagi dokladida ko'rsatilishicha, Xitoyning aqliy mulk jihatdagi o'g'irlik qilmishlari har yil Amerikaga 200 milliarddan 600 milliard Amerika dollargacha iqtisod ziyon elib kelgan. Shu sababdan Amerika hukumatı yaqindan buyon Xitoyga qarata turli iqtisodiy jazo tadbirlarini elishga boshlagan edi. Amerika boshchiligidagi g'arb ellarining yaqindan buyon Xitoyning aqliy mulk sohasidagi o'g'irligi va bu jihatdagi turli xirrislarga qarata sezgirlikni kun sayin oshirishi, buning oldini olish uchun Xitoy qarta turli cheklimlarni qo'yish sababli Xitoy o'zining bu jihatdagi nishonni atrofdagi qo'shni ellarga, bo'libmi iqtisodiy jihatdan zo'r darajada Xitoyga beqinib qolgan O'rta Osiyo davlatlariga o'tkazayotganligi ma'lum. Xitoy boshqarishidagi Tangirtaq to'rining 24-iyuldagi xabardan ma'lum bo'lishicha, shu kuni Urumchi shahrida boshlangan Xitoy O'rta Osiyo davlatlari aqliy mulk hamkorlik minbarida atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik hukumatning raisi Erkin Tunyaz aqliy mulk hamkorligining Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari Shi Jinping ta'kidlagan muhim masala ekanligini o'tgan. U yana aqliy mulk hamkorligi masalasining rayonlararo yuqori sifatli taraqqiyotni olg'a suradigan muhim omil ekanligini alohida tilga olgan. U aqliy mulk hamkorligining Xitoy bilan O'rta Osiyo davlatlari o'rtasidagi iqtisodiy va madaniyat aloqalarini quyuqlashtirishga muhim rol o'ynaydigan omillarning biri ekanligini bildirgan. Mazkur minbarga taklif qilingan O'rta Osiyo davlatlarining aqliy mulk huquqi sohasidagi yuqori darajadagi amaldorlarimi bu jihatda ikki taraf o'rtasida hamkorlikni kuchaytirishni orzu qilganligini bildirishgan. O'rta Osiyo va Uyg'ur tadqiqoti bilan shug'ullanadigan mutaxassis Henrik Jadnevskiy apandi bu vaqtda Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limiga qilgan so'zida mundaq deb ko'rsatdi. Odamni hayron qoldiradigan yer shuki, Xitoy xalqaroda allaqachon o'lchamlashgan aqliy mulk huquqlariga o'z buzg'unchilik qilib, amdilikda o'z oldiga yangi bir o'lcham turg'izmoqchi va uni yo'l qo'ymoqchi bo'lyapti. O o'zining bu o'lchimini oldi bilan O'rta Osiyo davlatlariga taqmoqchi bo'layotdi. Shundaqla Xitoy bu orqali Uyg'urlarni o'z ichiga olgan O'rta Osiyodagi turkiy tilli xalqlarga mansub bo'lgan moddiy, ma'naviy va aqliy boyliqlarni so'mirib ilib, ularni o'zining aqliy mulkiga aylantirishga, bu boyliqlarning aqliy mulk huquqini o'zining qilishga urinadi. Ondan Xitoy ularni o'zining aqliy mulk meroslarining bir qismi sifatida qayta pishiqlab ishlab chiqarib, O'rta Osiyo bozoriga salmoqchi. Shundaqla ikki rayonning quyuq munosabatini hamda rayonlararo taraqqiyot modelini namoyon qilmoqchi bo'lyapti. Ma'lum bo'lgandek, aqliy mulk huquqi bir xil shaklsiz mulk huquqi bo'lib, u aqliy ijodiyat amkining qo'g'dilish huquqini ko'rsatadi. Aqliy mulk huquqi negizini aytganda, aqliy emgakchilar qonun bo'yicha bahramon bo'ladigan huquqdir. Uning obyekti aqliy muvaffaqiyatlarning yoki bilim mahsulotlarining tavallik huquqini qo'g'dashdir. Vaholanki, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Xitoydagi boshqa kishilik huquq dafsanchiliklari tufaylidan g'arb dunyosining yuqori fan texnika, jumladan o'zak sohasidagi jazolarga duch kelayotgan Xitoy hukumatı o'zining aqliy mulk sohasidagi talon-taroj nishonini O'rta Osiyo davlatlariga qaratmoqda. Xitoyning O'rta Osiyo jumhuriyatlari bilan aqliy mulk hamkorligi bo'yicha ishbirlik qurishga urinishi Xitoyning navbatda g'arbga so'zilgan bir balvoq bir yo'l qurilishining muvaffaqiyatli ilib berilishiga zo'r ahamiyat berayotganligini ko'rsatib bermoqda. Henrik Jadnevskiy apandi so'zida aqliy mulk huquqining har qanday bir jamiyatning iqtisodiy taraqqiyoti, fan texnik taraqqiyoti va madaniyatining gullanishini ilgari surishda muhim rol o'ynaydiganligini ta'kidlab o'tdi. Ammo u to'lim afsuslik ichida Xitoy O'rta Osiyo davlatlari aqliy mulk huquqi hamkorlik minbarining Sharq Turkiston Uyg'urlarini asos qilgan turkiy tilli xalqlarni jamiyatning asos iqimidan taxim chet qo'yganligi, ularni iqtisod taraqqiyot chambarkining chetida qoldirganligini eskartib mundaq dedi. Umuman qilib aytganda, bizning ko'rayotganimiz nozik bir rayon. Chunki Xitoy territoriyasida Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarining o'zlarining aqliy mulk huquqini qo'g'dash iqtidori yo'q. Shunga Xitoy ularga tava bo'lgan aqliy meroslarga va boyliqlarga o'zining aqliy mulk tamg'isini besib, ularni O'rta Osiyo davlatlariga eksport qilishni o'ylaydi. Yana bir nuqtadan elib aytganda, bu albatta Xitoyning O'rta Osiyodagi iqtisodiy ta'sirini yanada kuchaytirishga foydali. Aksicha, Uyg'urlar o'zlarining aqliy mulklariga bo'lgan egidorchilik huquqidan mahrum qoladi. Shundaqla ularning har qaysi jihatlardagi o'rni taxim ojizlashib ketadi deb o'ylayman. Xitoyning aqliy mulk jihatdagi o'g'irlik qilmishlarining Amerika va boshqa g'arb ellarga elib kelgan iqtisodiy ziyonlarini ko'z tutganda, bu qatimliq Xitoy O'rta Osiyo davlatlari aqliy mulk hamkorlik minbaridan keyin Xitoyning bu sohada yana qanday o'yinlarni o'ynaydiganligi, jumladan Sharq Turkiston bilan O'rta Osiyodagi Turkiya xalqlarining aqliy mulk huquqiga qanday ziyonlarni soldiganligi kuzatuvchilarning diqqat nuqtasida turmoqda.
Kanadadagi Yer shari va Pochta gazetining 27-iyuldagi xabarda aytilishicha, xalq rayini sinashdagi dаңлык markazlardan PEW tadqiqot markazi e'lon qilgan eng yangi dokladda Kanada xalqining Xitoy haqidagi salbiy qarashining tarixdagi eng yuqori rekordni yaratganligi yaralgan. Dokladda ko'rsatilishicha, Kanada fuqarolarining 80% Xitoy haqida salbiy qarashda ekanligini bildirgan. Faqat 14% kishi o'zlarining Xitoy haqida ijobiy qarashda ekanligini ta'kidlagan. Ammo 5 yil ilgari ray sinashda 45% kishi Xitoy haqida yaxshi fikrda ekanligini bildirgan ekan. Ularning bu xildagi ray sinash faoliyatida Xitoy haqidagi salbiy qarashlarning eshib minishi yildan yilga yuqori o'rlashga boshlagan. Dokladda ko'rsatilishicha, Xitoy haqidagi salbiy qarashda bo'layotganlar Amerika fuqarolari ichida hozir 83% ketgan. Dokladda bu vaqtdagi ray sinash haqida to'xtalib, kishilarning Xitoyni bu qadar yomon ko'rishiga muhim bir sababning Xitoy bir cho'ng tahdid degan tushuncha ekanligi aytilgan. Shuning bilan birga Ukraina urush masalasida Xitoyning izchil turda Rossiyani qo'llashimi buningki yana bir omil bo'lib qolgan. Ma'lum bo'lishicha, Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik va majburiy emgak hodislarimi g'arb dunyosida texim ko'p kishilarning Xitoy haqidagi salbiy qarashining eshib berishiga sabab bo'layotgan muhim omillar qatoridan o'rin olishga boshlagan. TikTok'ning e'lon ombiridan Yevropa davlatlariga to'kma qilib o'tilgan e'lonlar ichida Sharq Turkistondagi atalmish inoq jamiyat va baxtiyor hayotga doir mazmunlarning zo'r salmoqni egallayotganligi yaqindan buyon har sonning diqqatini qo'zg'ashga boshladi. Forbes to'rining 26-iyuldagi xabarda aytilishicha, Sharq Turkistonni madiyalash mazmunidagi bu e'lonlar navbatda Yevropadagi necha million TikTok qo'llanuvchilarining hisobotlarida ko'rinishga boshlagan. Xabarda aytilishicha, Xitoy hukumatining ijobiy obrazini tiklashni ko'zlagan bu e'lonlar Yevropa davlatlaridagi TikTok o'yinchilarning hisobotlarida ko'zga chiliqadigan bo'lib, bu e'lonlar Amerika, Kanada yoki Avstraliya qatorliq joylardagi TikTok qo'llanuvchilarining hisobotida berilgan koni mazmunlarni o'z ichiga olmaydi ekan. Shular qatorida Xitoy axborot vositalaridan birining TikTok hisobotida berilgan 124 parcha e'lonning 92si Sharq Turkistondagi mazmunlar bo'lgan. Bu e'lonlardan 2023-yili mart oyida yo'llangan biriga Xinjiang degan ajoyib yaxshi makon deb mavzu qo'yilgan hamda bir Uyg'ur erining uslu o'ynayotgan qisqa videosini qistirib qo'ygan. Yana birida bo'lsa, Xitoy muxbirining Guminayisidagi bir boshlang'ich maktabni ziyorat qilish haqidagi tafsilotlar berilib, Sharq Turkistondagi ma'rif madiylangan. Qizqarliq yeri, Yevropani nishon olgan bu TikTok e'lonlari orasida Sharq Turkistonga borgan chet ellik sayohatchilarning Sharq Turkistonda ko'rganlari haqidagi mazmunlarmi zo'r salmoqni egallagan. Shundaqla ularning og'zidan g'arb axborotlarida aytilayotgan Xinjiang haqidagi salbiy bayonlar butunlay asossiz. Biz bu joyda hech qanday qirg'inchilikni ko'rmadik degan. Halbuki TikTok'ning e'lon qismidagi ko'p so'raladigan savollar bo'lkida biz hech qachon siyosiy mavqe yoki saylov natijasiga bog'lanishli e'lonlarga o'rin bermaymiz deyilgan. TikTok'ning Xitoy hukumati kontrolida bo'lishi, shuningdek izchil dunyoning har qaysi joylaridagi qo'llanuvchilarning xususiy uchurlarini Xitoy hukumati bilan hambaharlaydiganligi sababli Amerika boshchiligidagi bir qism g'arb davlatlari izchil TikTok'ni ma'ni qilishni ta'kidlab kelgan edi. Әмділікті ularning buningdan halqib, Xitoy hukumati uchun tashviqot quroli bo'lishi buningki bir yangi yuzlanish bo'lib qolmoqda. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundiq. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.